O'z kanalimiz homiyi bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning videolarda namoyish etiladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Bu Jichelar shahri va salom yigitlar, qandaysiz? Bizga zumradlaringni ber yoki senga yomon bo'ladi. Rostdanmi? Siz yigitlar bu ish beradi deb o'ylaganmidingiz? Mayli, jazo vaqti. To'xta, bizni qo'yib yuborsak hamma zumradlarimizni beramiz. Mayli, kelishdik. Mana. Rostdanmi? Menimcha ular ustimdan shunchaki kulishmoqchi edi. To'xta, ana u yigitlar nima qilyapti? Qandaysan Sivat? Bu nima? Jicherga prezidentlik uchun ovoz bering. Axir men edim-ku prezident. Endi yo'q, bizda lider tanlash uchun saylov bor. Birodar, balki men yutishga urinib ko'rarman. Sen yuta olasan deb o'ylamayman. Nima? Nega? Rostini aytsam, seni hech kim yoqtirmaydi. To'xta, nima? Mayli, men saylovga o'z nomzodimni qo'yib, qanday qilib qirol bo'lishimni sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Yaxshi, menimcha bu ro'yxatda o'tish joyiga o'xshayapti. Qo'y, men saylovga o'z nomzodimni qo'ymoqchiman. Yaxshi, bu 10 mingta zumrad turadi. 10 mingta zumrad? Men hozir kelaman. Yaxshi, men maktab pullarimni olishga keldim. Navbatning uzunligiga qarang. Qo'y, iltimos, menga 10 mingta zumrad bera olasizmi? Albatta, ammo yo'q. To'xta. Nima bo'ldi? Meni kechirasan Sivat, senda 10 mingta zumrad yo'q. Unda hisobimdagi barchasini bering. Albatta, mana ol. 3 ta zumrad? Meni qolgan pullarim qani? Juda ham bachkanasan. Yaxshi, bir reja vaqti. Kiyimlar do'koni aynan keraklisi. Vau, bular ajoyib ko'rinyapti. Mana bu qancha turadi? Bu 99 ta zumrad. 99 ta zumrad. Yaxshi, ana unisi qancha? Zofi boshimi 4 ta zumrad. Menga bor yo'g'i bitta zumrad kerak ekan. Hozir kelaman. Biz ozgina kutishimiz kerak. Yaxshi o'g'lim, nimani tilamoqchisan? Men oyim tuzalib ketishini va shifoxonadan qaytib kelishini tilayman. Yaxshi, endi men shoshilishim kerak. Qani u? Mana, bu yerga ber. Haligi pul uchun rahmat. Bitta zombi niqobi. Yaxshi, mana u. Qani ketdik. Men bu niqobni zumrad olish uchun ishlatganim ma'qul, chunki baribir meni kimligimni bilishmaydi. Hammaga salom. Men bu yerdan o'marmoqchiman. Yo'limdan qoching. Men bu bag'dan o'marmoqchiman. Qoching deyman, qoching. Hech kim qarshilik ko'rsatmasa, hech kim zarar ko'rmaydi. Shunchaki yo'lni bo'shating. Yaxshi, men hoziroq 10 mingta zumrad xohlayman. Salom Sivat. Nima deding? Qo'riqchilar. Qo'riqchi nima? Yo'q, siz yigitlar bunga javob berasizmi? Bunga nima deysiz? O'zingizni bosing, shunchaki hazillashdi. Bu niqob bo'lmadi. Pulimni qaytarib bering. Sher kiyimlar xizmatiga murojaat qilishing kerak. Yaxshi, lekin u yerda hech kim yo'q-ku. Nima? Yo'q, xudoyim. Yaxshi, pulimni qaytarib bera olasizmi? Pulingni qaytarib bera olmayman, lekin boshqa niqob berishim mumkin. Yaxshi, ko'raychi, qandaydir foydali narsa toparman. To'xta. Yo'q, to'xta. Jichel niqobi. Nega buni oldin ko'rmagan ekanman? Va shunisini olsam bo'ladimi? Albatta, mana. Qani ketdik. Bu juda ham ajoyib. O'ylashimcha menda reja bor, lekin menga yana bir narsa kerak. Uy hayvonlari do'koni. O'ylaymanki, u yerda men qidirayotgan narsa bor. Qo'y, menga ism qog'ozi bera olasizmi? Albatta, bitta bera olaman. Qani ketdik. Siz eng yaxshisiz. Rahmat, birodar. Xo'sh, endi bunga qayta nom qo'yishim kerak. Bob. Ya nima deysiz? Bob. Qo'y, menga buni taqib qo'ya olasizmi? Yaxshi. Rahmat, birodar. Menga katta yaxshilik qilardingiz. Mana. Bu ko'rinish ancha yaxshi ko'rinyapti. Menimcha ish beradi. Yaxshi, qani ketdik. Shunchaki o'zingni doimgidek tut. Nega hammangiz menga bunday qarayapsiz? Haligi men o'z hisobimdan 10 mingta zumrad olmoqchi edim. Ahvollaring qalay, Bob? Yaxshi, men o'zingchi. Shunda senga bor yo'q 10 mingta zumrad kerakmi? Xuddi shunday. Yaxshi, bir soniya. To'xta. Jinosu, meni sezib qoldimi? Shuncha pul bor, yagona hisobing bu o'g'lingni kollej uchun qo'ygan puling ekan. Xuddi o'shandan ol. Yaxshi, mana Bob. U qani ketdik. Bu juda ham yaxshi. Sening yaxshisan. Bu rosa ham ish berdi. Qani ketdik. Yaxshi, mana ol 10 mingta zumrad. Wow, sen rosa ham buni qilding. O'shanda ro'yxatda o'tdimmi? Endi senga bor yo'g'i 500 ta imzo kerak. 500 ta imzo, birodar, nima uchun bu haqda oldinroq aytmading? Axir bu juda ham ko'p vaqt oladi. Yaxshi, men buni qilaman. Axir men saylovda g'olib chiqmoqchiman. Menga kichik sovg'a sifatida imzo bera olmaysanmi? Albatta, agar menga bir yaxshilik qilsang. Yaxshi, nima ekan? Menga sandig'imni taxlashda yordaming kerak. Yo'q, xudoyim, bu juda ko'p vaqt oladi. Mayli, imzo uchun buni qilishga tayyorman. Mana bo'ldi. Sandig'ingni taxlab bo'ldim, bir qara. Ya xudoyim, bu ham zo'r ko'rinyapti. Yaxshi, endi menga imzo berasanmi? Sen boshqa sandiqda ham taxlashing kerak. Yana qanday sandiq? Axir bu juda ko'p ish-ku.
Yo'q, men bu yerda suraman, boshqa narsa o'ylab toparman. O'ylaymanki, bunisi ish beradi. Va bo'ldi, endi sinab ko'ramiz. Nima xohlaysan? Qo'y, salom janob. Men uyingiz atrofidan dinamit qo'yib chiqdim va agar Qiziq emas. Birodar, qanday qilib 500 ta imzo to'playman? Axir bu imkonsiz-ku. O, to'xta, o'ylashimcha menda reja bor. Yo, birodar, siz parkurda juda ham zo'r ekansiz. Bu juda ham ajoyib edi. Menmi? Ha, siz juda ham zo'r ko'ringandingiz. Bu nima? 3 talik sakrashmidi? Bunchalik zo'r qildim deb o'ylamagandim. Haligi dastxatingizni olsam bo'ladimi? Albatta, muxlislar uchun hamma narsaga tayyorman. O, qani keting, menda imzo bor. To'xta, jichel deb yozibdimi? Jichel va jichel. Mana 500 ta imzo tayyor. Yo, mana birodar 500 ta imzo. Va xavotir olma, men ana u yigitga 10 ming ta zumrad to'laganman. Saylovda qatnashish pul turmaydi. To'xta, nima? Ha, mayli, nima bo'lganda ham men ro'yxatda o'tdimmi? Ha, albatta. O, qani ketdik. Mana bu hozirgi umumiy natijalar. O, yaxshi, qani bir ko'raychi. To'xta, nima? 0%. Axir men oxirgi o'rindaman. Mayli, menga biroz vaqt bering, men ko'tarilib bu saylovda g'alaba qozonaman. Yaxshi, odamlarni menga ovoz berishga majburlash bu qiyin ish, lekin menda bir g'oya bor. Menga jamoa kerak, lekin dastlab zumrad kerak. Yaxshi, o'ylaymanki bu ish beradi. Dadajon, bu safar hammasi yaxshi bo'ladimi? Xavotir olma o'g'lim, u bu yerda emas, menga ishon. Oyim tuzalib ketishini tilayman. Qani ketdik. Tekin pul uchun rahmat, kichkintoy. Yaxshi, endi menda yetarlicha pul bor. Piksel chalakdagi bo'yoqlar. Qo'y, men biroz yashil rang sotib olmoqchi edim. Albatta, mana. O, yo'q, rahmat. Bu juda ham ajoyib. Haligi menga mo'y qalam ham bera olasizmi? Qo'y, hammangiz men ortimdan yuring. Ana u yerda tekin zumradlar bor. Oha, hammangiz shunchaki shu yerga keling. Tekin zumradlar. Shoshma, bizni yana aldamayotganingni qayerdan bilamiz? O, sizlar meni aldayapti deb o'ylayapsizlarmi? Agar aldayotgan bo'lsa, mana u yerga nega zumradlarni qo'ydim? Yo'q, doim u aldamabdi. Qani ketdik, tekin zumradlar. Ha, kela qoling yigitlar, men aldamayapman. Yaxshi yigitlar, sizlarga rostini aytaman. Men sizlarni aldadim. Men shunchaki toshga zumrad rasmini chizdim. Lekin sizlarga bir gapim bor. Meni eshiting. Men prezidentlik uchun saylovda g'alaba qozonmoqchiman va agar men yutsam, menga ishongan har bir odamga tonnalab zumrad beraman. Va agar menga ishonsangiz, menga yordam bering. Yordam berishni xohlamasangiz, ana katta ko'cha. Xo'sh, nima deysiz? Yaxshi yigitlar, qani ketdik. Qo'y, yigitlar, qo'ysangizchi, hazillashyapsizmi? O, to'xta, bittasi qolibdi. O, birodar, xavotir olma, biz g'alaba qozonamiz. Akuna Matata. Jin ursin. Axir qayerdadir menga ishlashga rozi bo'ladigan odam topilishi kerak-ku. O, to'xta, qayerdaligini bilaman. Yo'q, qani ketdik. Bu yigitlar aniq menga ishlashadi. Yigitlar, agar menga ishlashga rozi bo'lsangiz, men sizlarga uxlaydigan joy va kuniga 2 ta zumrad beraman. Albatta roziman. Yaxshi yigitlar, bu pullarni yig'ish uchun o'zimda bor hamma narsani sotdim. O'ylaymanki, bu ishlashimiz uchun yetadi. Biz dastlab bu pullarni yorliq mashinalarni sotib olishga sarflaymiz va yorliqlar yasab ham ergilib. Yo'q. Ular meni omarishdi. Endi nima qilaman? Axir hech kim menga tekinga ishlashga rozi bo'lmaydi-ku. To'xta. Yangi jichillar yetimxonasi aynan kerakli joy. Voy, janob, men bir nechta kichkintoy jichillarni asrab olmoqchi edim. Ajoyib, bizda yangi boshpana xohlayotgan bolalar tiqilib yotibdi. Senga yaxshi va sog'lomlardan tanlab beraman. O, yo'q, birodar, ularni hammasi ajoyib. Ularni hammasini asrab olaman. Yaxshi yigitlar, men sizlarni asrab oldim va endi sizlar menga ishlaysiz va biz bu saylovda g'alaba qozonamiz. Kim ishlashga tayyor? Bizni asrab oldik degani bu biz senga ishlashga majburmiz degani emas. 1 million zumrad yig'maguningga qadar qaytib kelma. Qo'y, shoshma. Qani ketdik, jiddiy aytmaganingizni bilgandim. Kirka berishni unutibman. Yaxshi, qolganlaringiz ishlashga tayyormisiz? Shunday deb o'ylagandim. Yaxshi, endi menga bir nechta rasm dastgohi kerak. Qo'y birodar, bilasanmi, menda hozir uncha ko'p pul yo'q. Shuning uchun menga bir nechta rasm dastgohini qarzga bera olasanmi? Albatta, keyin qarzimni to'layman. O, yo'q, umuman ilojim yo'q. Yaxshi, bir rejasi. Nima deganlarim esingdami? Ha, Yaxshi, u yerga bor. men oyim kasal bo'lib qoldi. Maktab uchun bir nechta rasm dastgohi bera olasizmi? O, yo'q, xudoyim, albatta kichkintoy. O, qani ketdik. Yaxshi, endi dastgohlar bor, kim rasm chizishda zo'r. O, bu juda ajoyib, uchalangizmi? Yaxshi, uchalangiz o'zaro rasm chizish musobaqasi o'ynaysiz va kim meni eng yaxshi chizsa o'sha g'olib. Yaxshi yigitlar, ko'raylikchi nimalar qilibsiz. O'ylaymanki g'alaba qozonaman. O, yo'q, xudoyim, bu juda ham ajoyib, lekin sen meni chizishing kerak edi-ku. Men faqat cho'chqalarni chizishni bilaman. O, yo'q, xudoyim, borib joyingga o'tir. Xavotir olmang, Sivat, men sizni juda ajoyib qilib chizdim. O, rostmi? Qani ketdik, meni chizganingni ko'raylikchi.
1 million zumrad yig'maguningga qadar qaytib kelma. Ularga o'xshab yomon chizmagansan deb umid qilaman. Qani berchi. Yaxshi mana. Yo'q, olam ko'p olam. Qani ketdik. Biz albatta buni andoza qilib chatamas. Sening yaxshisan. Yaxshi yigitlar, sizlar mana shu andozaga qarab yorliqlar yasashingiz kerak va biz yorliqlarni shahar bo'ylab bosib chiqamiz. Ular menga tonnalab ovoz olib keladi. Qani ketdik. Yaxshi, yaxshi. Menda juda ko'p yorliqlar bo'ladi. Bular juda ajoyib. Bu nima? Qo'limdan kelgancha urindim. 1 million zumrad yig'maguningga qadar qaytib kelma. Yaxshi yigitlar, kelinglar yorliqlarni yopishtiramiz. Barakalla, bu juda ajoyib ko'rinyapti. Uyimga tegma. Xavotir olma kichkintoyim, biz hozir bu yerni dizaynini o'zgartiramiz. Va bo'ldi, mana juda ajoyib ko'rinyapti. Salom birodar, o'zing chiqa olmaydigan uying qanday ko'rinyapti? Bu beri kichkintoy shunchalarini xafa qilganing uchun la'nat itva. Odamlar to'planib turgan joy, u yerga yorliq yopishtirsa yaxshi bo'ladi. Qo'y yigitlar, unutmang, Sivatga ovoz bering. Men bu saylovda g'alaba qozonmoqchiman. Qo'y yigitlar, nega yig'layapsiz? Nima bo'ldi? Meni kechiring, men bilmagandim. To'xtang yigitlar, axir bu yorliq yopishtirish uchun eng zo'r joy-ku. Bu yerda shuncha odamlar bor. Kelinglar, ishni boshlaymiz. Qani ketdik yigitlar, biz qoilat qo'ydik. Bu juda ajoyib. Bu aniq meni yutishimga yordam beradi. Chunki buni hamma ko'radi. Shoshma. Sen ham men o'ylayotgan narsani o'ylayapsanmi? Sivatga ovoz bering. Bu endi ancha yaxshi ko'rinyapti, shunday emasmi? Yigitlar, biz juda ajoyib ishlayapmiz. Agar shu zaylda davom etsak, albatta g'alaba qozonamiz. Endi esa nima qilyapsan? Menimcha men och qoldim. Xavotir olma. Menimcha menda biroz ovqat bor edi. Yo'q, menda bor yo'g'i bitta non bor ekan. Mana buni ol. Lekin bilasanmi, bu oxirgisi ekan. Kel, shuning uchun bo'lishib yeymiz. Non bo'laklari. Kel, senga bitta non bo'lagi beraman. Lekin bilasanmi, sizlar juda ko'psizlar. Shuning uchun 9 ta non bo'lagi yetadi deb o'ylamayman. Non ushoqlari. Senga bitta non ushog'i beraman. O'ylaymanki, bu senga yetadi. Qani ketdik yigitlar, bu ish berdi va o'ylaymanki bu juda ko'p vaqtga yetadi. Jinursan, menga biroz ovqat kerak. To'xta, bir g'oya bor. Mr. Beast, menga biroz festivals bera olasizmi? Yaxshi, Mr. Beast, menga biroz festivals yuborgan bo'lish kerak. To'xtanim, 50 mingta festivals. To'xta, axir bu juda ko'p-ku. Har bir boshqa to'la festivals. To'xta, kallamga bir g'oya keldi. Tekin festivalslar. Bu ularga murojaat qilishga eng zo'r joy. Qo'y, qaloyoq, menga ovoz bersangiz Tekin festivals. Qo'y, yigitlar, o'zingizni bosing, hammaga yetadi. Yaxshi, va mana ol. O'ylaymanki hammaga berdim. Hamma festivals oldimi? Yaxshi yigitlar, endi bir tatib ko'ringlarchi, mazasi qandaligini aytasizlar keyin. Qani ketdik, menimcha bu sizlarga yoqdi. Bu juda ajoyib. To'xta, men olmadim-ku. Momo yo'q birodar, mana ol. Keyin mazasi qandaligini aytasan. Normal, lekin uncha emas. Nima? Yaxshi yigitlar, men bu yolg'onchi bolani og'zini yopdim. Endi hammaga yanada ko'proq festival tarqatamiz. Yaxshi yigitlar, sizlar festivalni yigitlar, o'ylaymanki bu ish beryapti. Bu bizga juda ko'p ovozlar olib keladi. Xo'sh, endi nima? Men futbolka qildim. Nima? Buni qachon qilishga ulgurding? Bu